Demak, boshladik unda. Yozib olish yoqib qo'ydim. So'rovnomamizda egali va egasiz gaplar mavzusini o'tib berish g'alaba qozondi. Shuning uchun shu mavzudan boshlaymiz. Bu dastlabki va alaykum assalom. Yaxshimisiz Saodat, siz gapirdingizmi? Voy, ovozingiz odam sog'inibdi boru. Ovozim eshitdingizlar dedim-da. Demak, egadan bu mavzu qiyinroq bo'lgan mavzular tanlab oldik. O'zi dastlab ona tilining grammatikasining boshidan boshlab o'tib berish niyatim bor. Dastlab qiyinroq bo'lgan bir ikkita mavzuni ko'rib chiqsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'yladim. Demak, o'zi ega. Agar hayotni oladigan bo'lsak, hayotda doim kimdir boshqaruvchi bo'ladi, boshqaruvchi rolni o'ynaydi. Agar oilada er-xotinni oladigan bo'lsak, er bosh, xotin bo'yin deydi-ku. Xuddi shunday ega ham gapning bo'yni. Ya'ni har doim u bo'ladi va kesimni u shakllantiradi asosan. Demak, boshladik. Ega xuddi otga o'xshaydi. Kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'ladi. Kim bo'lsa shaxs, nima bo'lsa predmet, jonli va jonsiz narsalar, hayvonlar, o'simliklar barchasi kirib ketadi va qayer bo'lsa joy, o'rin-joy. Va har doim bosh kelishda keladi. Agar boshqa kelishlarga o'tib ketadigan bo'lsa, u ega bo'lmay qoladi. Yo hol, yo to'ldiruvchi bo'lib ketishi mumkin. Masalan, oddiy misol ko'raylik. Agar Toshkentda yashayman gapi bo'lsa, Toshkentda yashayman gap bo'ladigan bo'lsa, Toshkentda qayerda? Qayer so'rog'ini olyapti, lekin da bosh kelishlikdagi so'zmi? Yo'q. Shunday ekan, qayerda bo'ladi-da, bu ega emas, holga o'tib ketadi. Ega har doim bosh kelishlikda bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Men bu testlarda tushganda ham eganing shakllanishiga oid testlar tushadi. Milliy sertifikatda ham, attestatsiyada ham o'shanda ham e'tiborli bo'lish kerak. Ega har doim bosh kelishlikda bo'ladi va oxirgi vaqtlarda testlar tushdi. Ikkinchi faktga qaraymiz. Doim kesimga bevosita bog'lanadi. To'g'ri-noto'g'ri testlari bor bizda, bilamiz. Shunda gap beradi, gapdagi ega haqida ma'lumot berib, ega kesimga bilvosita bog'langan deb qo'yadi. Bilvosita degani nimadir vosita yordamida degani. Lekin bu fikr xato, chunki ega doim kesimga bevosita bog'lanadi. Hech qanday yordamchi vositasiz bog'lanadi, ya'ni. Masalan, bahor keldi desak, oddiy gap, bahor nima? Keldi nima qildi? Kesim. Bu bevosita bog'langanligini ko'rib turibmiz. Endi bahor yurtimizga bahor sekin-asta vazmin qadamlari bilan kirib keldi desak, yoki yomg'irli kunlar bilan kirib keldi desak, o'rtasida turli bo'laklar kelyapti, hol kelyapti, lekin bu eganing kesimga bilvosita bog'langanligini bildirmaydi. Eganing kesimdan uzoq joylashgani. U baribir bevosita bog'lanadi har qanday vaziyatda. Ega haqida unutmasligimiz kerak bo'lgan ikkinchi fakt shu hisoblanadi. Endi bizga 3 ta gap beryapman. Bahor kelib gullar ochiladi. Bu yerda ikkita informatsiya beryapti bizga. Chunki ikkita ega bor, ikkita kesim bor. Gapda nechta ega bo'lsa va nechta kesim bo'lsa, shuncha informatsiya bo'ladi. Egalar soni kesimlar soni bilan muvofiq bo'lsa, odatda bunday gaplarda informatsiya ikkita bo'ladi va gap ham ikkita bo'ladi. Bu bahor kelib gullar ochildi gapi ham qo'shma gap hisoblanadi. Bahor kelgach gullar ochiladi ham, bahor kelsa gullar ochiladi ham, barchasi qo'shma gap. Chunki ega ham ikkita, kesim ham ikkita. Dastlab tushunish uchun sodda gaplarda ko'rib chiqyapmiz. Keyin men bitta qo'llanmacha yuborib qo'yaman. Tayyor, to'liq batafsil yoritilgan, unda murakkab gaplar ham berilgan. Endi bizda egaga doir ega oson-ku, nima qiynashi mumkin deyishlaringiz mumkin. Egaga doir bizni qiynaydigan masala bor. Testlarda har doim chalg'itadi. Milliy sertifikatda 33, 34, 35-savollarda kelib boshimizni qotiradi. Bu egasiz gaplarning turlari. Egali gapni barchamiz bilamiz. Ega o'z o'rnida turadi, ko'zga ko'rinadi, darrov topib olamiz. Egali gapga muammo bo'lishi mumkin emas. Odatda savol ham tushmaydi. Bitta yarimta savol tushib qolmasa. Demak, egali gapdan boshlaymiz baribir.
egalik gapning vazifasini ot ham egalik gap bo'lib kelishi mumkin, sifat ham ega bo'lib kelishi mumkin, olmosh ham, ravish, son, hatto taqlid so'z, sifatdosh, harakatnoma, shartli modallar ham egalik gapda ega vazifasini bajarib kelishi mumkin. Egalik gapda ega har doim ko'zga ko'rinib turadi, kesimga bevosita bog'lanib turadi va biz egani topishimiz uchun kimni qaysi so'rog'ini berishimiz yetarli. Masalan, ot o'rnini toy bosadi. Nima bosadi? Toy bosadi. Bu yerda ega toy bo'lyapti va toyga so'roq beradigan bo'lsak, nima? Jonli predmet. Jonli predmet ham nima so'rog'iga oladi va ot morfologiyada ot bo'ladi va sintaksda ega bo'ladi. Endi sifat bilan ham ifodalangan bo'lishi mumkinmi deysizlar? Ha, yaxshi oshini yer, yomon boshini degan maqolimiz bor. O'shandagi yaxshi so'ziga so'roq bersak, qanday oshini yer deymizmi hech? Yo'q. Kim oshini yer? Yaxshi. Bunda sifat otlashib ega vazifasini bajaryapti. Ya'ni bu yerda yaxshi so'zi odam so'zini yutib yuborgan, otlashib ketgan. Yaxshi odam oshini yeydi, yomon odam boshini-ku aslida. Aynan mana shu sifatning otlashishi sifatning ega vazifasini bajarishiga yordam beradi agar u bosh kelishishda otlashgan bo'lsa. Yaxshini ko'r fikr qil, yomonni ko'r zikr qillarda yaxshini yomonni tushum kelishigida otlashgan. Bunday sifatlar ega bo'lmaydi, ular to'ldiruvchi bo'ladi. Agar sifat bosh kelishishda otlashgan bo'lsa, u egalik gapni egasi bo'ladi. Endi olmosh bilamiz, men, sen, u, bu, shu olmoshlarimiz bor. Ular odatda juda ko'p vaziyatlarda ega vazifasini bajarib keladi. Masalan, o'zim har joydaman, ko'nglim sandadir. Kim? O'zim. Yoki ikkinchi gapga qarasak, men hoziroq ketishim kerak. Kim ketishi kerak? Men ketishim kerak. Egani topish uchun har doim kesimga so'roq berishimiz yetarli. Ya'ni kesimga qarab egani topib olishimiz mumkin. Ko'plar hali uyquda. Kim uyquda? Ko'plar. Bilamiz, kesim ikki xil bo'ladi, fil kesim, ot kesim. Uyquda so'zi bu yerda ot kesim bo'lyapti. Kim uyquda? Ko'plar uyquda. Ko'p ravish bu, ravish ega vazifasini bajaryapti. Otning turlovchi qo'shimchalarini olib yoki ko'pi ketib ozi qoldida ham. Ko'pi nimasi ketib? Ko'pi ketib. Ko'p aslida ravish-ku, lekin u otning egalik qo'shimchasi i'ni olyapti va ega vazifasini bajaryapti. Sintaksga o'tib. Keyingisi son. Son ham ega vazifasini bajarishi mumkin. Bunday odatda maqollarda uchraydi. Oltovlon ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. Oltovlon so'ziga qaraydigan bo'lsak, son otlashgan. 6 ta odam, 6 ta yigit, 6 ta aka-uka yoki oltovlon son otlashsa, ega vazifasini bajaradi bosh kelishda. Taqlid so'z ham agar nima so'rog'iga javob bo'lsa, ega vazifasini bajaradi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Nima ikki qo'ldan chiqadi? Qarz. Kesimga qarab so'roq beryapmiz va egani topyapmiz. Qarz, qurs bu bilamiz, tovushga taqlid hisoblanadi. Taqlid so'z ega vazifasini bajaryapti. Keyingisi sifatdosh. Kim o'qdan o'zadi? O'zadi. Sifatdosh o'qigan. Bunda ham otlashish. Agar sifatdosh otlashsa va bosh kelishda otlashsa, o'zi sifatdosh asosan bosh kelishda otlashadi. Otlashsa u ega vazifasini bajaradi. O'qigan odam o'zadi aslida. Odam so'zini esa yutib yuboryapti, otlashganligi bois sifatdosh. Keyingisi harakatnomani bilamiz. Harakatnomi ish, umoq bilan yasaladi va odatda gapda ega vazifasida keladi. Nega? Chunki u bilamiz ot nimaningdir nomi. Ega ham borliqdagi shaxsning, predmetning, o'rin joyning nomi. Harakatning nomi ham ish, umoq qo'shimchasidan yasalib 80% holatlarda eganing vazifasini bajaradi. Ko'p kulish yaxshi emas. Nima yaxshi emas? Kulish yaxshi emas. Shartli modal deyapmiz. Bizda bor, yo'q so'zlari bor. O'sha so'zlar to'liq modal so'z emas. Shartli modal sifatida qabul qilingan ona tiliga va bunday so'zlar ham ega vazifasini bajara oladi. Bor so'ylaydi, yo'q o'ylaydi. Shartli modalimiz ham qarang otlashgan. Bor odam, biron narsasi bor odam so'ylaydi, biron narsasi yo'q odam o'ylaydi. Otlashib, o'zining yonidagi otni yutib yuborib, ega vazifasini bajaryapti. Kim so'ylaydi? Bor so'ylaydi. Kim o'ylaydi?
Yo'q, o'ylaydi. Shu o'ringacha savollar bo'lmasa davom etamiz. Demak, eng murakkab qismiga o'tdik. Egasiz gaplar. Egasiz gap deb o'zi aytib turibdi. Ya'ni egasi yo yashirinadi, yo egasi umuman bo'lmaydi, yoki egasi umumlashib ketadi. Demak, 3 ta xususiyat bo'ladi egasiz gapda. Egasi yashirinib olishi mumkin, egasi umuman bo'lmasligi mumkin yoki egasi umumlashib ketishi mumkin. Birinchisi, egasi yashirinadi. Egasi bular shaxsi ma'lum gaplar deyiladi. Shaxsi nimadan ma'lum bo'ladi? Shaxsi kesimida sezilib turadi. E'tibor bersak, qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan? Kesim qaysi bu yerda? Kutadirsan so'zi. Kutadirsan. Kutadirsan so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, kesimlik shakli bor kutadirsanda. Kesimlik shakliga qarasak, san, man bog'lamalari bor-ku, o'shandagi san yoki shaxs son qo'shimchasi san. Kutadirsan, nima qilasan? Kutasan. Kimga nisbatan aytilyapti mana shu qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan so'zi? Sen qachongacha ko'kdan chalpak kutadirsan? Ya'ni egasi kesimning ichiga yashirinib olgan. Mustaqil holda gap ichida yo'q, lekin kesimning ichida yashirin kelyapti. Aynan mana shunday gap shaxsi ma'lum gap yoki egasi yashiringan gap deb ataladi fanda. Ikkinchi gapda hozirroq ketishim kerak. Fe'liga qaraymiz. Ketishimning tarkibida im shaxsson qo'shimchasi bor. Im shaxsson qo'shimchasi qaysi shaxsga tegishli? Men borishim, men ketishim, men o'tirishim, men turishim. Ya'ni men birinchi shaxs birlikka tegishli. Kesimlik shaklidan bilishimiz mumkin. Kesimning ichidagi shaxsson qo'shimchasidan bu egasi yashiringan gap. Chunki kesimining ichida egasi turibdi uning. Ya'ni egasi yashiringan gapning ikkinchi nomi shaxsi ma'lum gap. Yozib qo'yaylik qavschiga egasi yashiringan gap deb. Keyingisi, menimcha bu tushunarli bo'ldi. Keyingisi shaxsi noma'lum gap. O'zini nomi bilan aytib turibdi, shaxsi noma'lum. Ya'ni uning shaxsini aniqlab bo'lmaydi. Shaxsi noma'lum gaplarni biz nutqimizda ko'p ishlatamiz. Ona tilida umuman biror narsani o'rganishda o'zimizning nutqimizga e'tibor berishimiz kerak. Nutqimizda o'shani biz qanday vaziyatda qo'llaymiz, qanday holatda qo'llaymiz, shunga qarab mantiqiy o'ylab biz uning qaysi guruhga mansubligini topib olishimiz mumkin. E'tibor beramiz endi. Shaxsi noma'lum gaplar qanday gaplar? Gapda ega bo'lmaydi, uni tiklab ham bo'lmaydi yoki tiklasak ham ortiqchalik qilib qoladi. Gapimiz g'aliz bo'lib qoladi. Lekin mantiqan olib qaraganda harakatni kimdir bajaradi. Chunki har qanday harakatni kimdir yoki nimadir bajaradi. O'z-o'zidan harakat sodir bo'lmaydi agar bajaruvchi bo'lmasa. Shunday ekan har doim gapda ega bo'ladi, faqat tepada ko'rdik, u yashirinishi mumkin yoki noma'lum bo'lishi mumkin. Biz harakatning bajaruvchisi kimligini bilmasligimiz va aniqlay olmasligimiz mumkin. E'tibor beramiz. Shaxsi noma'lum gaplar qanday usullarda hosil qilinadi? Birinchisi, harakat nomiga so'z yoki bog'lama qo'shish orqali. Harakat nomi bilamiz, ish, umoq qo'shimchalari, shularga qo'shimchalar qo'shish. Masalan, bizga misol beryapman. Hozirroq ketish kerak. Kesimni topamiz. Ketish kerak. Ketish kerakning tarkibida bironta shaxsson qo'shimchasi bormi? Ya'ni eganing shaxsini aniqlashimizga yordam beradigan shaxsson qo'shimchalari bormi? Yo'q. Noaniq shaklda turibdi. Kesim noaniq bo'lgan vaziyatda ega aniq bo'lishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Demak, ketish kerak bu yerda. Kesim noaniq bo'lganligi sababli ham shaxsi noma'lum gap. Ikkinchisi, sa bo'ladi, yordamda hosil qilinadi. Sa bilamiz, qo'shimcha borsa, shart mayli bo'lishi ham mumkin yoki da istak gap bo'lishi ham mumkin. O'sha sa qo'shimchasi shaxsi noma'lum gapni ham hosil qilar ekan. Bu ishni qilsa bo'ladi, bu mevani yesa bo'ladi degan gaplarga e'tibor bersak, qilsa bo'ladi, masalan, olsak, qilsa bo'ladi degan qismini bunda bironta shaxsdan qo'shimchasi bormi? Biz egani aniqlab olishimiz mumkin bo'lgan.
Masalan, bu ishni qilsam bo'ladi desak, qilsamdagi m'dan men qilsam bo'ladi ekanligini aniqlab olishimiz mumkin, birinchi shaxs birlikligini. Lekin qilsa bo'ladida aniqlab bo'lmaydi, kesin noaniq formada turibdi. Kesin noaniq bo'lgandan keyin o'z-o'zidan ega ham noma'lum bo'ladi. Yoki yana bitta hosil qilish usuli, ishga to'g'ri keldi. Biron narsani qilishga to'g'ri keldi, piyoda borishga to'g'ri keldi. Buning ham bunday holatlarda ham shaxsi noma'lum bo'ladi gapning. Keyingisi 4-holati o'timsiz fe'l plus majhul nisbat. O'timsiz fe'llarimiz bor bizda, bilasiz. Ni qo'shimchasi bilan bog'lana olmaydi. Nini olgan ot bilan kela olmaydi. Masalan, olmani yedim desa, yedim o'timli fe'l. Lekin shunday fe'llarimiz bor, ular hech qachon o'timli fe'l bo'la olmaydi. Masalan, kulmoq fe'lini olsak, ustini kuldim deya olamizmi? Yo'q, ustidan kuldim deymiz. Yoki yig'lamoq fe'lini olsak, kechani yig'ladim deya olamizmi? Yo'q, kecha yig'ladim deymiz. Mana bu yerga e'tibor bersak, o'timsiz fe'l plus majhul nisbat deyapti. Majhul nisbatning qo'shimchasi in-il. Yig'lanmasinga e'tibor bersak, yig'lamoq asos. Ya'ni o'timsiz fe'l, chunki ni bilan kela olmaydi hech qachon. N majhul nisbat va o'z-o'zidan shaxsi noma'lum deb hosil bo'lyapti. Yoki bozorga shu yo'ldan boriladi gapiga e'tibor bersak, bormoq, maktabni bordim deya olamizmi? Yo'q. Demak, o'timsiz fe'l. O'timsiz fe'lga in-il qo'shimchasi qo'shilsa, o'z-o'zidan unday gaplar ham shaxsi noma'lum gaplar bo'ladi. Chunki kesimni mana shu qo'shimchalar noaniq formaga solib qo'yadi. Xonalar har kun yig'ishtiriladi desak, bilamiz, xonani kimdir yig'ishtiradi, tozalovchilar yig'ishtiradi yoki o'zimiz yig'ishtiramiz. Lekin o'sha gapda biz o'sha momentda harakatning bajaruvchisini topa olamizmi? Yo'q. Topolmaganimizdan keyin o'z-o'zidan bunday gaplar shaxsi noma'lum gaplar bo'ladi. Shaxsi noma'lum gaplarning 5-turi ato gaplar hisoblanadi. Ato gap qanday gap deyishingiz mumkin. Ato gap biron bir voqea, hodisani eslash jarayonida uni qayta nomlashimiz. Ato gap yig'iq ham bo'lishi mumkin, yo'q ham bo'lishi mumkin. Masalan, bahor desak, u bitta so'zdan iborat. Biz eslayapmiz. Bahor. Endigina 13 yoshda edim desa masalan. Bahor deyapti-da, sizga o'sha fursatni eslatmoqchi bo'lyapti, nuqta qo'yilyapti. Bir so'zdan iborat nuqta. Keyin o'sha jarayonda bo'lgan bir voqeani eslayapti. Bunday vaziyatda dastlab kelgan bir so'zdan iboratli gap ato gap bo'ladi. Endi yoyiq ato gap qanday bo'ladi? Bu yerda ham misol bor. 41-yillar. Urushda qatnashgan bobongiz eslayapti, masalan, 41-yillar. Urush dahshatini faqat biz his qilamiz deyapti. 41-yillar deyapti-da, o'sha jarayonda boshdan o'tgan nimadir sizga gapirib beryapti. Ya'ni vaqtni qayta nomlayapti, eslash uchun. Bunday gaplar ato gapning yoyiq ato gap turiga misol bo'la oladi. Nega yoyiq? Chunki bir so'zdan iborat emas. Agar u bir so'zdan iborat bo'lsa, yig'iq ato gap. Bir nechta so'zdan iborat bo'lsa, o'z-o'zidan yoyiq ato gap bo'ladi. Bu yerda ham Ro'sh, qop-qorong'i o'rmonlar ham shunga misol bo'la oladi. Yakshanba misollari ham. Keyingi shaxsi noma'lum gapni hosil qiluvchi ato gap bo'yicha bir ma'lumot aytib o'tay. Ato gapda ham eganing o'zi ham gap bo'la oladi ato gapda. Eganing o'zi, yolg'iz eganing o'zi faqatgina ato gapda gap bo'la oladi. Endi so'z gap. So'z gap qanday gap o'zi e'tibor berishimiz kerak. So'z gaplar odatda bir yoki ikki so'zdan iborat bo'ladi. Va bunday gaplar ha, yo'q, albatta, marhamat, xush kelibsiz kabi qotib qolgan so'zlardir. Ularni biz mulozamat ko'rsatish, biron narsaga taklif etish maqsadida ishlatamiz yoki biron narsaga javob berish maqsadida. Bularning turi ham to'liq berilgan qo'llanmachani kanalga tashlab qo'yaman video darsdan keyin. Shundan to'liq o'qib ma'lumot olishingiz mumkin. Endi so'z gaplarga e'tibor berishimiz kerak. So'z gaplar bizda odatda ba'zan to'liq gapni
so'z gaplar odatda to'liq gapni hosil qilishi mumkin. Agar u konkret javobni bildirsa. Masalan, siz ertaga kelasizmi? Ha. Shu bilan gap tugadi. Va bu to'liq gap bo'ladi. To'liqsiz gap bo'lsa qanday? Nima uchun to'liq gap bo'ladi? Chunki bunga so'z gap bilan javob berilyapti. Yo'q desak ham to'liq gap bo'ladi bu. Lekin agar boshqa so'z turkumlari bilan javob bersak, boshqa gap bo'laklari bilan javob bersak shu savolga, u to'liqsiz gap bo'ladi. Nega to'liqsiz gap? Chunki unda qaysidir gap bo'lagi tushib qolgan bo'ladi. Lekin so'z gapda gap bo'laklari bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmagandan keyin o'z-o'zidan u to'liq gap bo'ladimi? Uni qismlarga ajratib bo'ladimi so'z gapni? Yo'q. Shuning uchun so'z gap bilan berilgan javoblar to'liq gapni hosil qiladi. Ertaga kelaman javobini olsak, masalan, kim ertaga kelaman deyapti? Men. Siz ertaga kelasizmi deb kimdan so'rayapti? Mendan. Men so'zi tushib qolyapti va to'liqsiz gap bo'ladi bu. Kelaman desak, bunda ham men va ertaga so'zlar tushib qolyapti. Bu ham to'liqsiz gap bo'ladi. Chunki bu turli gap bo'laklari yordamida hosil qilingan gap. Agar so'z gap bo'lganda, bir so'zdan iborat gap bo'lganda, u to'liq gap bo'ladi. Turli gap bo'laklardan hosil qilinganligi uchun to'liqsiz gap bo'ladi. Endi agar siz shu savolga, siz ertaga kelasizmi degan savolga noaniq javob beradigan bo'lsangiz, o'ylab ko'raman, bilmasam kabi javoblarni beradigan bo'lsangiz, bu ham to'liq gap bo'ladi. Demak, ikkinchi turni ham ko'rib chiqdik. Shaxsi noma'lum gaplar va shaxsi noma'lum gapning so'z gapiga aloqador bo'lgan to'liq va to'liqsiz gap qismini ham ko'rib chiqdik. Qo'shimcha savollar bo'lsa dars oxirida berishingiz mumkin. Endi keyingi tayyorlab turing, dars oxirida berasiz. Keyingi mavzuyimiz, bo'limimiz shaxsi umumlashgan gaplar. Shaxsi umumlashgan gaplar qanday gaplar? Biz ko'pchiligimiz bilamiz, maqol, matallar shaxsi umumlashgan gapga yoki umumiy nasihatlar shaxsi umumlashgan gapga misol bo'lishi mumkin deb bilamiz. O'zini nomidan ham aytib turibdi, umumlashgan. Masalan, bitta odamni umumlashtirib bo'lmaydi. Umumlashish bir nechta odamlar yuzasidan bo'ladi. Yoki birdan ko'p odamlar yuzasidan bo'ladi. Birdan ko'p narsalar yuzasidan bo'ladi. Va shaxsi umumlashgan gaplar ham bitta odamga tegishli bo'lmaydi. U hammaga aloqador bo'ladi. Ya'ni gap mazmuni barchaga tegishli bo'ladi. Masalan, e'tibor beramiz. Boshingga qilich kelsa ham rost gapir. Buni faqat menga nisbatan aytish mumkinmi? Yo'q. Barchaga nisbatan. Hayot qonuni bu. Boshingga qilich kelsa ham rost gapir. Yoki ikkinchi gap. Mehnat qilsang rohat ko'rasan. Faqat men mehnat qilsam rohat ko'raman. Yo'q. Siz mehnat qilsangiz ham rohat ko'radi. Boshqa bir inson mehnat qilsa ham rohat ko'radi. Ya'ni bu gapning mazmuni barchaga aloqador. Va bunday gaplar shaxsi umumlashgan gaplar bo'ladi. Endi bir e'tiborli jihati bor. So'z gap bilan kirish so'zni qanday farqlaymiz degan. Chunki so'z gapda keladigan albatta yoki shartli kirish so'zlar bor, yo'q so'zlari bor. O'shalarni qanday ajratamiz? Agar kirish so'z bo'lsa, undan keyin boshqa gap bo'laklari keladi. Kesim, ega, aniqlovchi, to'ldiruvchi hollar kelishi mumkin. Lekin so'z gap bo'lsa, kelmaydi. Shu bilan gap tugaydi. Masalan, ertaga kelasizmi desa, albatta kelaman deyapti. Yoki men albatta kelaman desa, bu yerda albatta ishonchini bildiryapti o'z gapiga nisbatan. Bu kirish so'z bo'ladi. Lekin agar ertaga kelasizmi degan savolga albatta deb javob berish bilan cheklansa, bu so'z gap bo'ladi. Yoki ertaga kelasizmi degan savolga yo'q deb javob bersa, bu so'z gap bo'ladi. Lekin yo'q, ertaga boshqa ishim bor deb javob beradigan bo'lsa, bu yo'q so'zi kirish so'zga aylanib ketadi. Shunday jarayonlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Demak, mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollar bo'lsa, eshitaman. O'zi qisqa mavzu edi, hech kimda savol ham bo'lmasa kerak deb o'ylayman.
Bu ma'lumotlarni guruhga yuborib qo'yaman. Bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Darsni tinglagan barchaga rahmat. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.